Birinci kanalınız yaxşımı? Yaxşımısınız. Toluma geldim, qışınızga yıl onu yazaysınız, yıl bunu yazaysınız. Bugün bir paranlaşıp gitey dep kelgendim. Yaxşı bolapdı. Şu qaran Abdurrahimcan. Muş başta kelgen vaqtimda sizin uquşmazlıqda okudep qaptı kemme. Keyin emde biz paranlaşıp yanlış gelendin ki ya taqdim etlik kelgeni bilip baxıcıl olgandı. Şu nälerin arasında da kiçik bolmagan aşta tuyğu berip şöyle yeş çoğunday. Abdurrahimcan şu miskajlarning içinde sizde mi yaşınarvan yoki öğrengichilar bormi? Men tanımayman. Men en kichik deb qarayman o'zi. Unda bo'lsa ilg'i inlaringizni o'rganmadimi? Birinim men yordamlashib qilyapti. Ananda bo'lsa siz şu eng yosh unavan siz bo'lib hisoblanasiz. Abdurrahimjon shu 2000-yildan keyin tug'ilgan miskaj bo'lish sifatingiz bilan, shu ajdodlar bilan solishtirganda sizningki ilg'i ijodiyat uslubingizda qanday o'xshamaslik bordi? O'xshamaslik jamiyatning taraqqiyotiga asosan ishlatadigan o'rin va usul o'xshamagan ekan, yangilanib berib ketib bordi. Shu ehtiyojiga asosan har xil nusxa shaklda yasab tayyor qilyapmiz. Dadingizmi miskaj sizdan? Biz otim rasmi 6-avlod. 6-avlod miskaj ekanlardan? Abdurrahimjon shu siz o'rganish jarayonida qanday qiyinchiliklarga duch kelgandingiz? O'rganish jarayonida shu odamning buyrug'ini bilan qilib o'z oldim ijodiyat qilolmaydim. Hozir ham xaridorning talabiga asosan o'z oldim ijodiyat qilib va yangiliklarni yaratib yasab ketib boraman. Demak o vaqtda deylikki voy dadingiz bu buyruqlarni qilib bo'lmasa o'zingiz xiyoli shu ijodiyat qilishni o'ylashib boqmabdi ekan sizdan, ha?